kilo. Ilhom aka. 226. Akalar endi to'xtanglar, chetga chiqinglar, sizlardan iltimos. Voy, Mamatni shuncha odam turibdi, behurmatlik qilmasanglarchi. Chetga chiqinglar. Marhamat, hakamlar tomonga sekin obotinglar. Akalar. Obotinglar. Tiranazavr obotinglar. Buni qo'chqor deyapmiz. Rekord. Yo, bu tiranazavr yoki boshqa bir mavjudot. Gap bo'lishini bilamiz. Bu nima bo'lsa? Akalar, bu qo'chqor 6 tish ekan. Absolutda ham o'ynabdilar. 6 tish. 6 tish ekan o'zi. Lekin absolutda bo'ldi aka. Biz ishonamiz, bo'ldi. Gap yo'q. Akalar, chetroq o'tirib turinglar, bitta yurib bersa, xalq ko'rsa endi bu qo'chqor. Buni ko'rmasa bo'ladi. Sizlar o'tiringlar, voy aka. Aka, o'tirib oling, to'xta. Nima degani? Ko'rsa, karobka. Gap yo'q. Zo'r qarshi chalib berilgan. 226 kilo akalar, 226 kilo. Bo'yi 1 metr oshadi. Yana bitta aylantiramiz. Ko'p aylantirsa 100 ta charakni ish qilib, bitta aylantirganimizda 100 xonasi ish qilib. Vosiylar ekan. Aziz, gap yo'q. Voy, shu yerda tursin. Samuraymi bu? Samurayda adashmasam. Samuray, gap yo'q samurayga. Xo'p. Menimcha shu bilan absolut tugadi, bormi yana? Absolut bormi? Yo'q, absolut tugadi. Ular Buni liniyasini so'rashyapti, akalar, liniyasi. Iqboljon aka. Yana akamni o'zlari mikrofonini berdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz mehmon va mezbonlar. Hammalarga rahmat. Shunchalik mana bazmlarimiz chiroyli o'tyapti. Mana bugungi kunda uyushtirgan mana shu Toshkent jamoatiga juda ham katta rahmatlari bo'lsin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Shunchalik